Assalomu alaykum. SQLda LeetCode'dagi SQL elita savolini 8-savoliga xush kelibsiz. Demak, biz joins bo'limidan davom etamiz. 8-savolimizda shunaqa puzzle berilgan ekan. Demak, biz shunaqa customerlarni topishimiz kerak. Ular magazinga o'sha tashrif buyurgan, lekin hech qanaqa savdo qilmasdan chiqib ketishgan. O'sha customerlarni topishimiz kerak va necha marta xuddi shunaqa qilishganini ham topishimiz kerak. Xo'p, bizda demak visit degan table bor va unda visit id, customer id bor. Keyin bizda transactions degan table bor, unda transaction id, visit id, amount degan column bor. Misol uchun customer id 23 bir tashrif buyurganini visit id-sini bir qilib visit degan table'ga bog'liq qo'yishgan. Demak, bu bizda xuddiki fact table vazifasini bajarib turibdi. Xo'p, endi qarasak, misol uchun bizda transactions table bor. Transactionda visit id bor. Ya'ni mana shu 5-vizitda tashrif buyurgan odam, ya'ni 54-customer id demak, bizda 54-customer id tashrif buyurgan ekanda transaction qilgan ekan $310 dollarlik. Visit id 5. Ya'ni o'sha customer id bir marta tashrif buyurganda 3 ta narsa o'zi sotib olibdi, 3 ta transaction qilibdi. Visit id 1 marta tashrif buyurgan, bitta narsa sotib olgan. Visit id 2, demak, u ham bir marta tashrif buyurib bitta narsa sotib olgan. Demak, bizga mana bu customer id 30 tashrif buyurganda hech narsa sotib olmagan. Demak, mana bu transaction table'da yo'q. Demak, bundan mantiq kelib chiqadi, kelgan odam narsa sotib olmasa, transaction table'da uni valuesi bo'lmas ekan. Demak, bu narsani biz topish uchun left join ishlatamiz. Mana bundan hammasi qaytsin. Agar mana bunda bo'lsa, o'sha valueni qo'yib bersin, bo'lmasa null qo'yib bersin. Demak, o'sha null orqali biz filtr beramizda, shunaqa mantiq ishlatamiz. Demak, mana bu left join qilganimizda mana bu table'dan value bo'lmasa null qo'yib beradi. Null qo'ydimi, demak, o'sha odam hech qanday transaction qilmagan. Endi kod yozishga o'tamiz. Demak, bizda o'sha visits degan table bor ekan. Aytganimdek left join ishlatamiz. Select. Hozircha start yozib from tag visitors. Left join A deya qolaylik. Demak, biz keyingi table'imiz transactions left join qilamiz, bu B bo'ladi. Shunaqa conditionda on a dot. Demak, biz bularni nima bo'yicha bog'laymiz? Burada bog'liqlik bor va bog'liqlik visit id orqali, ya'ni visit id degan column ham bunda ham bor, ham bunda ham bor. Demak, shu orqali bog'lab olamiz. A dot visit id equals to b dot visit id. Endi buni sizlarga ko'rsatish uchun run qilaman. Demak, qarasam, mana bular null qo'ydi, bular tashrif buyurganda hech narsa sotib olmagan. O'shaning uchun mana shularni biz endi filtr qilishimiz kerak. Mana shular bizga output bo'ladi. Ya'ni javobga qarasa 54 2 marta tashrif buyurganda hech narsa sotib olmagan. Customer id 30 ham bir marta tashrif buyurib hech narsa sotib olmagan. 96 ham bir marta tashrif buyurib hech narsa sotib olmagan. Biz qarasak, aynan shu customer idlarda null turibdi. Endi biz shunchaki filtr yozib qo'yamiz. Where mana bu transaction id'si null bo'lishi kerak. Where b dot transaction id equals to null. Endi run qilganimizda nimadir xato ketdi. Ops. Mana oddiy xato. Nalda biz hech qachon bunaqa tekshirmaymiz. Men hozir kechasi bo'lganim uchun
Hozirroq charchadim. Xullas, nalni tekshirish uchun teng bilan tekshiramiz. Is null degan bizda shunaqa operator va funksiya shunaqa bor. Is null orqali tekshiramiz. Demak, bu null bo'lganlarini chiqarib berdi. Endi nima qilishimiz kerak? Mana bunaqa rezultat olish uchun customer ID lar bo'yicha gruppalaymiz va count qilamiz. Demak, mana bu 50 tur bizda ikkita turibdi mana bu yerda. Demak, 2 marta tashrif buyurganda hech narsa sotib olmagan. Bular bitta-bittadan. Demak, bu yerga yozamiz. Customer ID ni bersin. Customer ID ham A dan keladi. Uni count qilsin. Count A dot customer ID ni count qilsinda, endi biza gruppalab qo'yamiz. Biza xohlagan result chiqishi uchun group by A dot customer ID. Mana bu ikkalasi bitta gruppaga tushadi, count qilganda 2 bo'ladi. Tak, uni ishlatamiz. Mana 54 2 chiqdi, 30 bitta, 96 bitta. Endi buni alias name ni o'zgartiramiz, xuddi berilgandek. As ishlatamiz, mana kutilgan natija chiqdi. Buni copy qilamizda, tekshiramiz. Submit. Bizning javobimiz qabul qilindi. Keyingi videoda 9-savol, ya'ni rising temperature degan savolni ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat.